Payg'ambar alayhissalom sahobalarga bir kuni namozning fazilatini gapirayotganlarida eslasanglar, nima dedilar? Agar uylarning oldidan bir arov o'tsa, shu arovda bir kunda 5 mahal cho'milsanglar, tananglarda kir qoladimi deb so'radilar. Ya Rasululloh, bir kunda 5 mahal cho'milsak tanamizda kir qolmaydi dedilar. Bilib qo'yinglarki, 5 vaqt namoz o'qisanglar, Alloh taolo sizlarning gunohinglarni ana shunda ketkazadi dedilar. Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt namoz o'qisanglar, gunohinglar kechiriladi desa ham bo'larmidi? Lekin tamsil qildilar, aql bilan tushuntirdilar. Cho'milgan inson tanasida kir qolmaydimi? Gunohi ham qolmaydi dedilar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham ular aql ishlatdi deb shikoyat qiladimi? Yaqinda bir olim suhbatlarini eshitib qoldim. Vafot etib ketdilar. Alloh rahmat qilsin. Yamanlik Abdulmajid Zindoniy degan bir inson, nihoyatda voiz bir olim insonlardan o'zlarining hayotlaridagi misollar aytib beradilar. Men dedilar, Moskvaga konferensiyaga bordim. Tadbirda Qur'on mo'jizalarini gapirib berishim kerak deydi. Ya'ni Qur'on mo'jizalaridan bittasini gapirib berishim kerak. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhul la yabghiyan degan oyatni tushuntirib berdim deydi. Endi u konferensiyada nasroniy ham bor, yahudiy ham bor, hammasidan bor. Butparasi ham bor, hammasidan bor. Shu gapni gapirib berganda odamlar ta'sirlarni qarsak oldi deydi. Ya'ni ta'sirlandi Qur'onda. Shu dalillar bilan, hujjatlar bilan gapirib berganlar. Shu yerda deydi, bir yahudiy diniga e'tiqod qiluvchi bir olimasi o'tirgan ekan, ayol kishi deydi. Qarasa hamma deydi, meni gapimdan ta'sirlanib ketib, "O barakalla, barakalla" deganni ko'ra olmadi deydi. Haligilarni ongida islom unaqa emas demoqchi bo'lib deydi, umuman mavzuga boshqa bo'lgan bir savolni berdi deydi. Qo'lni ko'tarib, "Senga bir savol bersam maylimi?" deb aytdi deydi. "Ha, ber" dedim deydi. "Sen hozir Qur'ondan mo'jiza deb aytding, Qur'on Xudodan kelgan deding. Shunaqami?" "Ha. Senga savolim shu. Shu aytayotgan Xudoyingni bo'yi qanaqa? Eni qanaqa? Rangi qanaqa? Vazni qanaqa? Shakli qanaqa?" deb savol berdi deydi. Hamma jim bo'lib qoldi deydi. Savol ko'ryapsizmi? Umuman mavzuga aloqasi yo'q. Lekin domlani mot qilsa-yu, qolganlarini u kishining gapiga nisbatan ishonchini so'ndirsa. Shu vaqtda aytdilarki, "Bo'ldimi savoling shumi, boshqa savoling?" "Ya, mana shu savolga javob ber" debdi. "Bu seni savoling meni ustozlarimdan biri Londonda katta bir konferensiyada bir ayol bergan savolni o'zginasi" debdi. Hakimiy degan bir olim Londonga da'vat qilgani borganlarida bir erkak islomni qabul qilmoqchi bo'libdi, ta'sirlanib. Shunda xotini aytibdiki, "To'xta" debdi. "Sen debdi uni gapiga ta'sirlanib islomga kirib ketaverasanmi?" debdi. "Hozir ikkalamiz boramizda mikrofonda savol beramiz. Savolimga aniqki javob bera olmaydi, sen ham islomga kirmaysan" debdi. Hali eram bo'sh ekanda bechara. "Bo'pti" debdi. Keyin yetaklab shayx oldiga olib borib, shayxga aytibdi, "Sizga debdi odamlarni yig'latyapsiz, kuldiryapsiz. Sizga bitta savolim bor." "Nima savolim?" "Savolingiz bor. Men musulmon emasman" debdi. "Sizlar Xudo bor deysizlar. Ha, o'sha xudoylarning bo'yi qanaqa, eni qanaqa, rangi qanaqa, shakli qanaqa, vazni qanaqa, shuni bizga bir aytib ber" debdi. U buyuk olim endi u odam. "A desiz B, B desiz V" deb javob chiqadigan olim. Keyin aytibdilarki, "Savolingga javob berishdan oldin senga ham bir savol beraman" debdi. "Ha, nima savoling bor?" "Mana u kim yoningda turgan?" debdi. "Ha, bu erim" debdi. "Eringni sevasanmi?" debdi. "Ha" debdi. "Ya, aldama" debdi. "Yo'q, yaxshi ko'raman erim." "Yo'q, aldama, yolg'on gapiryapsan. Eringni yaxshi ko'rmaysan" debdi. "Voy" debdi, "Erimni yaxshi ko'raman, bir necha yildan beri yashayman" desa, "Men ishonmayman" debdi. "Sen eringni yaxshi ko'rmaysan" debdi. Katta konferensiyada bo'layotgan voqea. Haligi ayol jahl chiqmadirmish, "Ey, sen meni ajratmoqchimisan men bilan?" "Yaxshi ko'raman, %100 yaxshi ko'raman" desa, shayx aytibdilar, "Bo'pti, yaxshi ko'rishingni isbotlaysan" dedilar. "Qanaqa qilibsan?" "Yaxshi ko'rishingni rangi qanaqa, shakli qanaqa, eni qanaqa, bo'yi qanaqa, vazni qanaqa" debdi. "Ayt" debdi, "Shunda men ishonaman sevganingni" debdi. Baqa bo'lib qopdan ayol. Qanaqa qilib u sevgini rangi bo'ladi, bo'yi bo'ladi, eni bo'ladi, shakli bo'ladi? "Ye" debdi, "Bu savolingga javob bera olmayman" debdi. "Men mana shu yer kurrasidagi bir zarraman men. Men zarrani savoliga javob bera olmading.
Ha bu noqisliging bilan Robbimning shaklini qayoqdan bilasan, bo'yini qayoqdan bilasan, rangini qayoqdan bilasan, vaznini qayoqdan bilasan? Ey maxluqa, seni aqling Allohning vaznini ham shakliga ham aqling yetmaydi. Alloh Qur'onda qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad dedi. Unga hech narsani o'xshatib bo'lmaydi. Laysa kamithlihi shay. Unga o'xshaydigan hech narsa yo'q. U faqatgina jannatda Alloh xohlagan o'zi bandalariga o'zini diydorini ko'rsatadi deb javob berdi-da. Haligindan keyin ishonib turganlar 2 karra ishonib yana qarsak chalib ko'p kishi islomni qabul qildi deydilar. Ana shu joyda men bu misolni keltirayotganimiz sababi hakimiy Alloh taolo to'g'risida Qur'on yoki hadisdan misol keltirganda ana ayol qabul qilarmidi? Qabul qilmasdi. Chunki u Qur'onga ishonmaydi u. Hadisga ishonmaydi u. Ishonmaydigan narsasini aytsangiz ishonmayman deb turaveradi. Demak, uni o'zini ongi bilan, o'zini aqli bilan, o'zining tafakkuri bilan misol keltiruvdilar. Nima bo'ldi? Baqa bo'lib qoldi. Shu uchun azizlar, o'rni kelganda islom ulamolari tomonidan aql bilan da'vat qilingan. Nima uchun? Insonlarga yetib borishi uchun yoki ba'zi bir fitnachilar, ig'vochilarni o'chirib qo'yish uchun ham ulamolar aql bilan hujjat keltirib gapirgan. Bu degani aql bilan hujjat keltirdi degani Qur'on va sunnatni chekiga surib qo'ydi degani emas. Demak, Imom Maturidiy rahmatulloh alayhi ham aql bilan ba'zi bir masalalarga yondoshgan bo'lsalar, bilingki, demak u ana shunga majbur bo'lgan soatlarda, majbur bo'lgan zamonlarda yashaganligi uchun o'sha masalalarda ko'proq yondashgan deb ulamolarimiz davom kitoblarda yozishadi.